Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimizning podpischiklari. Bugun yana bize Urganch shahar Lushovoyda bize yangi domning ikkinchi etajında 60 kvadrat metr 2 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilgan ekan do'stlar. Shuni sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Girib kelishimiz uzun koridor tushgan. O'ng tarafimizda перехожкалар qo'yilgan. Pollarımız çöplü pol и добавочный registrlar ham qo'yib o'tilgan. Xonadonimizga kirganimizda o'ng tarafimizda spalnimiz, eshiklarimiz high-tech yaxshi eshiklardan zamonaviy. Perdalar qo'yilib, xonadonimiz jihozlanib, to'g'ri kiyim bilan girib yashashga o'tib qo'yibdilar. Shkaflar qo'yilgan, to'q spalkalar eng yaxshisidan, sifatlisidan qo'yganlar. Gilamlar ham döşəlib turibdi. Pollarımız laminat pol. Eshiklarimiz ham yaxshi eshiklardan qo'yganlar. Zamoklar ham ajoyibundan qo'yilgan. Spalnimizdan chiqqandan keyin kuxnyamiz ham kerakli mebellar bilan jihozlangan. Ustallar qo'yilib, yine kuxnya garniturlar ham qo'yilib, xolodilniklarimiz, kirmashillarimiz qo'yilib, tayyor holatda turibdi do'stlar. Doğru gelip yaşadığı vitişler ham qo'yilib, gaz plitalar qo'yilib, nassenli kotellar ham qo'yilib, tayyor holatda do'stlar. Doğru giyimingiz bilan gelip yaşayverasizlar. Sanuzilini gösterib o'tsak do'stlar, birinchidan gösterib o'tiramiz. Sanuzilga girsek, da patalka komplektlangan. Rakvinalar qo'yilib, registrlar ham tashlab o'tilgan, ondan tashqari çöplü pol. Unitazlar ham qo'yilib, dushovoy kabinalar ham eng oxirgi yaxshi modellardan qo'yilgan, kupeyni. Yani ochilib ham hammasi sifatli o'zidan dekorativ etib qo'yibdilar. Do'stlar, sizlarga zalni gösterib o'tamiz. Zalına girsek do'stlar, eshiklar ham yaxshi eshiklardan qo'yganlar. Zal ham tayyor holatda, perdalar qo'yilib, konditsionerlar qo'yilib, gilamlar döşəlib, tayyor bo'lib turibdi do'stlar. Televizor qo'yilgan zonalar ham mebelni etib, cho'tka etib, chiroyli etib qo'yibdilar. Kvartiramizni yana bir aytib o'tamiz do'stlar. Местоположениесі Urganch shahar Lushovoyda. 6 etajli domni ikkinchi etajında 2 xonali kvartira 60 kvadrat metr sotuvga qo'yildi do'stlar. Summasına kelsak, pulini 570 milyon deb turibdi. Ozgina xayr puli qaytib beradi do'stlar. Ekranlarda nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar, kelib, kelishib beriladi. Görüştük. Asa do'stlar, like bilan podpiskadan chiqarmanglar. Kanalımıza podpiska etib borsanızlar, shunday sifatli yaxshi joylarni sizlar uchun ko'rsatib borsa, harakat etamiz do'stlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha qolamiz. Kim shu toza yillarda, keladigan toza yilda niyat etgan bo'lsa, shu joy olishni Alloh taolo hammaga shu niyatingga yetirsin deb qolamiz biz. Shunday joylarni olib o'tirishni hammaga yetirsin Xudoy taolo. Hammamize birgalikda like bilan podpiskadan chiqarmanglar do'stlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz.